Qachonqi vaqtlarki biz Galileyning ana shu pesaqis hunar tajribasidan tunji qatim qadimki Gretsiya ustozi Aristotelni tonidik. Hammamizga ayonki ana shu davr halqalan elishish oxirida Galileyning g'albisi bilan oyoqlashdi. Biz yosh ruhning darvaqa qadimki nufuzli kalimatni yangiligidan hasratlangan vaqtda ixtiyorsiz holda qalbimizda Aristotelga nisbatan ozroq norozilik paydo bo'ldi. Lekin har qanday odamni savallik o'tkazmaydi degil bo'lmaydi. Bir qatimliq savallik Aristotelning parlaq yulduz kabi nurini yo'shirolmaydi. Biz uning qalbidagi ana shu sirliq bog'chaga kirish fursatiga erishgan vaqtimizda bizning his qila oladiganimiz bo'lsa, g'arb falsafasining bepoyonligi ham mo'lligi, axloq, estetika, logika, siyosat, ilmiy hikmat qatorliq sarxil bilimlardan yurak torimizni titratishi hamda noit ro'shan bo'lgani shuki, har bir sohada yoki ko'p yoki oz bo'lsin Aristotelning izlari qolib qolgan. U o'zining dengiz okean kabi cheksiz bilim sistemasi orqali bizga ilm-fanning eng dastlabki holatini tunishtirdi. Bugungi talantlar tarixida biz birlikda kam konini qo'yib turib, siz bilmaydigan bir Aristotelni ziyorat qilamiz. Milodiydan burungi 384-yili Aristotel bir quldorlar sinfi o'tir burjuaziya oilasida dunyoga kelgan. Uning dadasi bo'lsa Makedoniya podshohi Filip II'ning o'rda tevib edi. Balkim bilib bilmay dadasining ta'siriga uchragan ekan. O'smir vaqtida u biologiya ilmi va tajriba ilm faniga nisbatan quyuq qiziqishli bo'lgan. Agarda keyin Afinaga ko'chib bormagan bo'lsa, Aristotel balkim dadasining kasbiga varislik qilgan, umrini oddiyla o'tkazgan bo'lardi. Shuning bilan insoniyat madaniyat tariximi bu ko'zni qamashtiradigan rivoyatdan mangulik mahrum qolgan bo'lardi. Milodiydan burungi 367-yili Aristotel dadasiga ergashib Afinaga ko'chib keldi. Bir yildan keyin da 18 yoshga kirgan Aristotel Platon institutiga kirib ilm tahsil qilishga muyassar bo'ladi. Mana bu sirliq saroyda qadimki Gretsiyadagi ikki cho'ng madaniyat elchisi o'zaro uchrashadi. Falsafa tarixidagi eng qaltis va keskin ideya so'qilishi darhol homildorlik mazgiga kiradi. Tug'ma aqlliq Aristotel qaltis ifodasiga tayanib, noit tezla Platonning yaxshi ko'rishiga erishib, institut ruhiy deb ta'riflanadi. Lekin bu o'z oldiga bayroq qolgan ideyasi radikal o'quvchi hurmatga sazovor Platonni suyundirish bilan bir vaqtda bashoratga his qildirdi. U azaldan nufuzdan qo'rqib qolmay, jonliq tafakkur orqali o'qituvchisining qarashlariga jon e'lon qiladi. Haqiqat uning mangulik intilishi. Buningga qarata u ilgari oshkora holda "Men ustozimni suyaman, lekin men haqiqatni texmi suyaman" degan mashhur so'zni aytgan. Ilmiy muhokamalarda an'anaga qarg'ularcha ergashmaydigan Aristotel azaldan o'zining boshqalarga o'xshamaydiganligini yo'shirmaydi. U hatto qilch ikkilanmasdan ustozning xatoligini tanqidlaydi. Platonning butun umri bo'lsa idealizmdagi ideyaga amal qilgan. Lekin Aristotel o'qituvchisining abstrakt va utopiya shaklidagi falsafasidan eg'ib ketdi. U idealizm va materializm orasida kezib yurib, o'zi tajribadan o'tkazgan amaliy va oddiy bo'lgan falsafa sistemasini barpo qildi. Milodiydan burungi 347-yili Platonning tuyuqsiz vafot bo'lish sababidan Aristotel o'zining 20 yilga yetgan ilmiy madras hayotini oxirlashtirib, afsuslik ichida ana shu uning butun falsafa ideyasini tarbiyalab yetishtirgan tuproqdan ayrilib, dunyoni kezish musofasini boshladi. Lekin taqdir hamisha uzluksiz qaytilish ichida olg'a ilgarilaydi. Bir qor cho'rgilab bo'lgandan keyin u yanala o'zining yurtiga qaytib keladi. Hamda Filip II'ning taklifiga binoan shahzoda Aleksandrning o'qituvchisi bo'lishga tayinlanadi. 42 yoshga kirgan Aristotel o'zining keng doiralik ideyasi va bilimi hamda ta'sir kuchini ishga solib, kichik Aleksandrda mustahkam ideal asos tolab, bu bir davrning ulug'vor imperatorini muvaffaqiyatga erishtirib, uning hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan rol o'ynaydi. Filip II olamdan o'tgandan keyin u Afinaliklarni Makedoniyaga bo'ysunishga qoyil qiladigan siyosiy burushni zimmasiga olib, yana bir qatim Afinaga qaytadi. Alohida bo'lgan salohiyati va o'rniga tayanib, u o'ylab boqmagan ortiq e'tibor berishga erishadi. Shuning bilan o'qituvchisi Platonni taqlid qilib, Likium ilmiy madrasasini qurib chiqib, o'zining ilmiy iqlimini barpo qiladi. Rivoyat qilinishicha, chunki Aristotel dars o'tgan vaqtda bir tarafdan so'zlab, bir tarafdan koridor va bog'chada asta mensiq odatlangachga institut falsafasi erkin falsafa deb atalgan. Ana shu rohat farog'atlik yillarda xuddi eriqdagi suvdek asta-asta ilmiy madrasaning burjaklariga chiqib, kunlar asta ham uzunga so'zilgan edi. Aristotel uning o'quvchilari bilan birlikda iliq quyosh nuri ostida falsafa va tabiatning sirlariga munosabat ishlarini muzokara qiladi. Har qatimliq sayli qilgan asarda ilm-fan nurlari aks etib turadi. Uning ko'p qism asarlarimi dal mush mezgillarda azozdan yig'ilib to'plamga aylangan edi. Chunki noit ko'p asarlar dars o'tilgan xotirani asos qilishgan.
Ba'zilari hatto o'quvchilarning darsxona xotirasi bo'lg'achqa, uningga ilgari g'arbdagi tunji nafar darslik avtori degan sharafli nom berilgan edi. Milodiydan burungi 323-yili Aleksandrning tuyuqsiz olamdan o'tishi ilgarki tinchlik va osoyishlikni buzib tashladi. Fuchur Afinaga tarqalishi bilan darhol bir bo'lik hukmronlikqa qarshi iqlim qo'zg'adi. Chunki Aristotel Aleksandr bilan bo'lgan qo'yib munosabat sababidan yo'qlan yerdan ilohlarni hurmatlamadi deb ayblandi. Afinaliklarga ikkinchi qatim falsafaga hujum qiladigan gunoh o'tkazadigan fursat bermaslik uchun bu Garsiz qochib berib panohlik izlashni tanladi. Talaysiz bo'lgani qochib chiqqanning ikkinchi yili u eg'ir kasal sababidan 63 yoshda bu dunyo bilan mangulik vidolashdi. Qadimki Gretsiya elchisi bo'lish sifati bilan u formal logikasini barpo qildi. İnsanlarning tonish jarayonini tadqiq qildi, shaylarning shakllanishi va harakatini analiz qildi. Butun kuchi bilan ilm-fanni tadqiq qiladigan har bir amal ustida izdandi. Yig'ib aytganda g'arb falsafasi va madaniyat an'anasining ta'sirini muhokama qilgan vaqtda ikkilanmasdan shunday deyishga bo'ladiki, hech qanday odamni Aristotel bilan solishtirg'ili bo'lmaydi. Lekin maqtashlarga to'yingan vaqtda u ayog'i uzilmaydigan gumon sadolarga uchradi. Kishilar Aristotel o'zining xato ideyasi bilan g'arbliklarga mangilga yaqin hukmronlik qildi deb qaradi. Hattoki adabiyot san'atning qayta ko'zinishidan keyin bunda barliq olimlar o'zining ilmini turg'izgan va tadqiq qilgan vaqtda hammasi uning ta'limotiga hujum qilishga boshlagan edi. Aniqki bu nuqtani hech kim inkor qilmaydi. Davrining cheklimligi tufayli Aristotelning haqiqatan inson ko'p xato so'zlari bor. Lekin u o'lgandan keyingi necha yuz yillik tarixga qaraganimizda bir odammi uningga o'xshash ilm-fanga nisbatan sistemlik tekshirish va umumiylik egilash ilib bora olmadi. Uningga o'xshash 10 xil ilmda kamolatga yetolmadi. Uning ustiga ana shunday ansizlik vaziyatda ashundoq nurg'un utuqlarni qozonish allaqachon ko'p qism olimlar bir umr yetib bo'lolmaydigan ish. Aristotel Gretsiya ilm-fanida muhim burilish nuqtasi hosil qiluvchi bo'lish sifati bilan u eng oxirgi bir mukammal dunyo sistemasini o'tirib qo'ygan odam. Uningdan keyin nurg'un olimlar mukammal sistema o'tirib qo'yish o'yidan voz kechib konkret masala tadqiq qilish ko'zlandi. Germaniyalik doniq faylasuf Martin Heidegger uningga mundaq baho bergan. U tug'ildi, tafakkur qildi, olamdan o'tdi, umrdagi barliq vaqtini izlanishga sarf qildi. Ilm-fan bilan chirmashgan har bir kunduz va kechalarda haqiqat ustida izlandi. Noma'lum masalalarni muhokama qildi. Tabiat dunyosining qiyofatini imkon qadar ro'shan holda insonlarga yechib berdi. Vaqtning qanchalik o'tishidan qat'iy nazar Aristotel shubhisizki ulug' faylasuf, g'arb ilm-faniga asos soluvchi, dunyo ma'naviy madaniyligining yo'lboshchisi bo'ldi. Bu qitimliq mazmun oxirlashdi.